Metal maslar 5-savol. Qaysi ammoniyli tuz parchalanganda molar massasi 18,5 gram taqsim mol gazlar aralashmasi hosil bo'ladi. Demak, ammoniy galagenit parchalanganda gazlar hosil bo'lgan. Ushbu gazlarning o'rtacha molar massasi 18,5 ga teng bo'lgan. Ammoniy galagenitni parchalab yozib olamiz. Ammoniy galagenit parchalanganda ammiak bilan vodorod galagenit chiqadi. Bu ikkala gaz reaksiyani tenglaydigan bo'lsak, 1 mol ammoniy galagenitdan 1 mol ammiak va 1 mol vodorod galagenit hosil bo'ldi. Ammiakning massasi 17, vodorod galagenitniki x ga olamizda. O'rtacha molekulyar massani topish formulasi yordamida x ni aniqlaymiz. O'rtacha molar massani topish uchun umumiy massani umumiy molga bo'lish kerak. Tepaga umumiy massani yozaman. 17 gram bilan x gram. Pastga umumiy molni yozaman. 1 mol bilan 1 mol. Hop, natija 18,5 chiqqanligi ma'lum. 1 ga 1 ni qo'shsam 2. Demak, necha dirni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 18,5. 17 plus x teng. Hop, 2 ni bunga ko'paytiradigan bo'lsak 37 chiqadi. 17 ga x ni qo'shsa 37 ga. Demak, x imiz 37 dan 17 ni ayirarsak 20 ga tengmi? Vodorod galagenitning massasi 20. Endi 20 bo'lish uchun vodorod bilan galagenitni massasi qo'shilgan. Vodorodning massasini ayiraveramiz 1 ni. 20 dan 1 ni ayirsak 19. Bu ftorga to'g'ri keladi. Demak, noma'lum ammoniy galagenit ammoniy ftorik bo'lgan. Ajoyib.